大家好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asgan。今天我们要学习的是第8单元的这个课文向前冲。那第8单元的课文是什么呢？访会句驻村干部来我家。那访会句的给مشو başlıkla anandaki مشو kadrlar nereye geldi? Alimcan'ınki öyge kaptı. 故事场景：访会句驻村工作队مشو访会句驻村工作队مشو خدمة أترتي入户走访مشو aileni ziyaret kılıp nereye kaptı? 阿里木家里来到阿里木家里。驻村干部说的呢，听说阿兹古丽要结婚了，恭喜你们啊，对不对？听说阿兹古丽要结婚了。那anlaşımca diğerini mi deyimiz? 听说什么什么什么deyimiz? 听说什么什么。Mesela anlaşımca sizinki balınız 清华大学ödepti desek， 听说你的孩子考上了清华大学。听说你的孩子考上了清华大学desek buldu. Anladın anlaşınca bir yaş hizmet yapıpsız. 听说你找到了一个很好的工作。听说你找到了一个很好的工作。Anlasam apanız dadınız ağrıp kaptı, kandara hop kaldı. 听说你爸爸妈妈病了，现在怎么样？听说你爸爸妈妈病了，现在怎么样？desek buludu şıkılıp bir nesini anlagan bolsak 听说什么什么什么 desek buludu。 然后呢他说恭喜你们呀mübarek bolsun degenini deydigemiz 恭喜呀恭喜你们呀anandaki çağallarda büyük kitablar mübarek bolsun 什么新年快乐的说恭喜发财恭喜发财的，这个我们都知道吧恭喜呀 diye vaktimizde mübarek bolsun diye manada çıkıyor。 然后呢阿兹古丽说的什么呀？谢谢你们特地来祝贺sizlerninki alaydan kelip rahmet这个 rahmet demem o alaydan kelip mushu tabrikligininglarga rahmet deydi alaydan kelip tabrikligininglarga rahmet。 那祝贺deganimiz tabriklash bo'ladi。 祝贺degan tabriklash。 那特地degan chaqda alaydan kelip bo'ladi。 那mesela alaydan kelip meni yo'qlig'ininglarga rahmat desam 谢谢你们特地来看我。谢谢你们特地来看我 desek bo'ladi。 那如果我心情不好 kayfiyatim yaxshi emas， 然后我的朋友呢来陪我 dostum bana hamroh bo'lg'ili keldi， 那我会对他说 men uningga nima deyman？ 谢谢你特地来陪我。谢谢你特地来陪我。特地 alaydan。 然后驻村干部说的是应该的应该的就是bu qilishga tegishli degandagi odatda mushu boshqalar bizga rahmat andaq mundaq qilganingizga rahmat deb agarda bu bizningki xizmatimiz bo'lgan bo'lsa biz ko'pincha uni bu qilishga tegishli bo'lgan ishim deb javob beramiz。 那我们一般就会是3个字应该的应该的 deymiz。 就比如说muallimninki bizga shunchalik ko'ngil bilganiga rahmat desak 谢谢老师这么关心我们 degan chaqda 那老师一般会怎么回呢？应该的应该的 deymiz。 应该的那bu meningki qilishga tegishli bo'lgan ishim。 然后呢这个干部问他你未婚夫是做什么的呀？你未婚夫是做什么的呀？好，首先这个未婚夫deganimiz bo'g'iz yo'ldoshi。 那bo'g'iz yo'ldoshi nima deganimiz未婚夫。 未degan texi bo'lmagan， 婚deganimiz to'y qilish， 就是texi to'y qilmagan yo'ldoshi ya'ni bo'g'iz yo'ldoshi。 那bo'g'iz ayolini nima deydi？ 未婚妻未婚妻。 好，那你的未婚妻是未婚夫是做什么的呀？那你们说说让我读读 xizmatini
Sizningki bo'g'is yo'ldoshingiz nima ish qiladi是做什么的呀？bu xizmatini so'rag'ini那xizmatini so'rashdan我记得第一册书里面呢，我们学了很多，比如说做什么工作的做什么工作的deb so'raymiz。比如说你哥哥做什么工作？你哥哥做什么工作？yoki bo'lmasa你哥哥是做什么工作的？你哥哥是做什么工作的deb so'rasak bo'ladi。yana你哥哥的职业是什么？你哥哥的职业是什么desak bo'ladi。或者说从事什么行业desak bo'ladi。你哥哥从事什么行业？你哥哥从事什么行业？那现在这个做什么的呀desak bo'ladi。你哥哥是做什么的？你哥哥是做什么的？那akangizning xizmati nima deb yana nima deb so'rasak bo'ladi。你哥哥的工作是什么？你哥哥的工作是什么？ya'ni nerede ishlaydi deb。你哥哥在哪儿工作？你哥哥在哪儿工作？这些都可以都可以。人怎么样？o'zi qandaqroq odam degani人怎么样deymiz。小王qandaqroq odam desak小王人怎么样deymiz。人cho'qim qatimiz小王人怎么样？那akangiz qandaqroq odam desak你哥哥人怎么样？你哥哥人怎么样？u sening do'sting-ku u qandaqroq odam desak他不是你朋友吗？他人怎么样？他不是你朋友吗？他人怎么样desak bo'ladi。bir odam qandaqroq odam desak他人怎么样deb so'raymiz。然后呢，阿兹古丽说他也是农民umur dehqon nima deymiz？农民他也是农民。平时做一些小生意odatda yana azroq mushu ushaq-tushak savdolarni qiladi。那ushaq-tushak savdo qilishni nima deydi ekanmiz？做一些小生意。做生意deganimiz savdo qilish。做生意savdo qilish。那mening dadam savdogar desak我爸爸是做生意的。我爸爸是做生意的deymiz。andan keyin那做一些小生意ushaq-tushak savdolarni qiladi。人挺实在o'zi他刚才不是问人怎么样的我qandaqroq odam deganda那mundaqroq odam qandaq odam ekan人挺实在。那实在deganimiz就是samimiy deb tushunsak bo'ladi。o'zi xeli samimiy，人挺实在人挺实在，也挺努力ham tirishchan o'zi samimiy ham tirishchan odam deydi。这个努力。然后呢，驻村干部说结婚以后你们都有什么打算你们都有什么打算呢？这个to'y qilib bo'lgandan keyin bir narsadan keyin desak什么什么以后deymiz。masalan ishdan tushgandan keyin deganda下班以后。ishdan tushgandan keyin uyga qaytamsiz ya boshqa ishingiz bormi？下班以后你回家还是有别的事情？下班以后你回家还是有别的事情？那ta'til bo'lgandan keyin nima ish qilasiz？放假以后你干什么或者说ta'til bo'lgandan keyin qanday planingiz bor？放假以后你有什么打算deganda ekan。tamoqni yeb bo'lgandan keyin berib topshiriqni yoz desam吃完饭以后去写作业。吃完饭以后去写作业。ishqilib bir ishni qilib bo'lgandan keyin desak什么什么以后deymiz。然后呢，结婚以后to'y qilib bo'lgandan keyin你们都有什么打算呢？这个打算deganimiz其实就是 plan， 就是一些计划。kelgusiga bo'lgan keyingi bo'lgan yo ertaga bo'lgan planlaringizni keyin munda ish qilaymi yo erta munda ish qilaymi degani buni biz 打算deymiz。那就是我们所谓的计划。lekin ig'iz tilida ko'pinchisi
mushu daswanni ishlatamiz. Masalan, at qandaq planınız var? 就是at aram alamsız ya oynamsız ya nima ish qilsiz deb so'rgan chaqda at qandaq planınız var desak, 明天你有什么打算？明天你有什么打算？ kelgusiga qarata mening hech qanday planim yo'q bo'lsa, 对未来我没有任何打算。对未来我没有任何打算。Bolaninki mushu kichik vaqtidan tortib uning kelgusi uchun mushu ota-onalar mushu plan qilib kelyotidi, qayg'urib kelyotidi desak, 现在的家长在孩子小的时候起就开始为他们做打算。现在的家长在孩子们小的时候就开始为他们做打算。再说一遍啊，现在的家长在孩子们小的时候就开始为他们做打算。然后这个呢是打算。那bularning qanday plani bor ekan? Aziguli说，目前想的是hozircha degani 目前 hozircha o'ylaganimiz bo'lsa, hozircha o'ylaganimiz nima ekan? 外出务工 sirtqa chiqib ishlash. 那目前 hozircha 那就是hozirga qadar degandek. 比如说hozirgacha shu hozirga qadar biz xizmatimizningki yarmini ishlab bo'ldik desak, 目前我们已经完成了一半的工作目前我们已经完成了一半的工作desak bo'ldi. Hozircha bizning shirkatda 30 adam bor desak, 目前我们公司有30名员工目前我们公司有30名员工desak bo'ladi. 目前 hozirga qadar hozircha bo'lib mangdu. 那 hozircha hech qanday planim yo'q, 目前没有什么打算目前没有什么计划degandek. 然后想的是 mening o'ylaganim bo'lsa desak, 我想的是我想的是，你是怎么想的？ siz qanday o'yladingiz? 我想的是我们应该这样。mening o'ylaganim bo'lsa biz bunday qilishimiz kerak. 我们应该怎么样 degandek. mening o'ylaganim bo'lsa degani 我想的是我想的是 desak bo'ladi. 然后呢，那这个阿兹古丽他想的是什么呀？外出务工 sirtqa chiqib mushu xizmat qilganni 外出务工 deymiz. 那为什么呀？他说也想munda qilg'im bor. 你们呢？他想做什么呢？像阿里木一样上班，那就是olimga o'xshash shirkatga berib ishligim bor demoqchi ekan. 他说我也想像阿里木一样上班像什么什么一样像什么什么一样。birasiga o'xshash desak, 像什么什么一样desak, 像谁谁谁一样desak bo'ladi. Masalan, opam yo'q vaqtida, xo'ja opam uyda yo'q vaqtida, akam xuddi opamga o'xshash mening holimdan xabar oldi desak, 那妈妈不在的时候，哥哥像妈妈一样照顾我，哥哥像妈妈一样照顾我desak bo'ladi. Anandan keyin meningki mushkum xuddi mening do'stimga o'xshash menga hamroh bo'ldi desak, 我的猫像我的朋友一样陪着我，我的猫像我的朋友一样陪着我desak bo'ladi. 那 muallimga nisbatan o'quvchilar o'zimniki bolam bilan o'xshashlar desak, 对老师来说，同学们就像我自己的孩子一样。对老师来说，同学们就像自己的孩子一样Sen mening bolamdek, sen mening bolam bilan o'xshash desak, 你就像我自己的孩子一样，你就像我自己的孩子一样desak bo'ladi. 好，那我们去这个做客的时候， mehmon bo'lgan chaqda bu o'zingizning uyidaklar, tortinmang desak, 这里就像你自己家一样，别客气别见外都可以。
这里就像你自己家一样，别客气，别见外。然后呢，阿兹鼓励他想像阿里木一样上班。那这个驻村干部跟他说，村里哎，木须看得见，也是个新建的，我们在第一单元的时候就学了啊，第二单元的时候学了新建的手机装配厂。那手机的那是iPhone，那装配厂就是kurashturusaudi，那iPhone木须kurashturusaudi，你们不都在招聘员工？哎，不了，木须хизматчы кабул кылыватыду дейді。那现在咱们这个村子里面呢，建了很多工厂啊，木须nurgun yezlaga nurgun木须заводларni kurdi。现在很多这个农村里面呢，都建了很多工厂的工厂的那么就是 завод。那bu zavodlarning hammasi xizmatchi qabul qilyotidi desak，这些工厂都在招聘员工，deymiz。好，招聘deganimiz mush xizmatchi xodim qabul qilsa招聘员工deymiz。一般情况下bir oshxona ulamdi yoki shirkat ulamdi ya ne ulamdi yo'lladim işte chaplab qo'yganini ko'ramiz go. Mundaq bir qog'oz ulamdi yoki bo'lmasa doskadagi ya bo'lmasa qandaq chiroq bilan ma'noga yerda jo 招聘 deb ishki xatni chiqarib aytgan shama munda odam anda odamlar 这个qabul qilamiz degan chaqda nega 就是招聘 bo'lib ma'nodu招聘 xizmatchi qabul qilish degan gap。那他们在招聘员工，你们可以去试试看呐。sizlar berib， 你们baksanlar buludu deydi， 你们可以去试试看呐。berib sınab baksanlar buludu deydi啊，可以去试试看。然后，试试看deganimiz AA 看deganimiz boshda qilib beqish， 比如说 titib beqin desak 尝尝看 ，anglab beqin 听听看 ，sınab beqin 试试看degandagi bunda qilib beqin desak AA 看deymiz AA 看，你可以去试试看呢。debdi呢，阿兹鼓励是怎么呢？他觉得太好了，bek yaxshi bo'ldi。工厂离家不远，工厂qanda uyga yiroq emas，工厂离家不远。bir narsaga yiroq，离什么地方远。uyga yiroq离家远 ，maktabga yiroq离学校远，这个idoraga yiroq离单位远，那yaqin bo'lsa近，yiroq bo'lsa远。ma orliqini so'zlagan vaqtimizda li degan xatni ishlatamiz。离家不远，然后上下班也方便，ishga chiqib tushishmi qulaylik，上下班也方便，ishga chiqib tushishmi qulaylik deydi。然后呢，十小工程创业巴扎快建好了。十小工程ninki mushu ilaqi 10 kichik qurilishninki nimasi bu？ 创业巴扎deganimiz 就是iglik tiklash bozori nima bo'ladi deydi， 快建好了，那就是bu iglik tiklash bozori hozirgacha u qurib bo'lgandi balkim u vaqtlarda quryapti, hozir balkim qurib bo'lgan bo'lishi mumkin。那十小工程创业巴扎快建好了，az qoldi， 你们也可以去创业。你们qilsanglar bo'ldi， berib o'zinglar iglik tiklasanglarmi bo'ladi debdi。好，那从这个地方我们可以知道什么呀？这个驻村干部呢，来到他们家以后想的，bu Arzugul endi to'y qilmoqchi ekan, yo'ldoshi nima ish qilgan odamdu deb so'rab关心他们，是不是关心这个老百姓的生活啊？然后问他工作怎么办？你结婚了以后，你得吃，你得喝，那这个钱从哪儿来？那靠我们的双手，你得去劳动，你得去靠自己。那这个靠自己怎么靠？现在给了他2个建议，一个是去工厂工作。那工厂工作的话有什么好好处呢？第一个呢，离家里近，离家里近，上下班
方便上下班方便。那么第二一个呢，它就是你的一个固定工作了，是不是？意思的，你每天早晨上班下班，你的日子其实也会很充实，你还可以学到很多东西。那第二条选择呢，就是自己创业。İkinci xil tanlash bolsa, özünüz igilik tiklisiniz buludu。那这里有这个刚好有这个10小工程的这么一个项目啊，这也是非常好的一些项目，你可以去创业。mesela dükkan açı olamsız, yoki这个nimxsınız都可以啊，都可以。然后阿兹古丽他是怎么说的呀？我们现在没有那么多本钱，bizda hozir unda jiq本钱deganimiz dasbi。我们现在没有那么多本钱，现在 hozir 没有yo'q是吧？本钱 dasmi bizda hozir unda jiq dasmi yo'q debdi。然后呢，周村干部说，银行有农民小额贷款业务，bankaga borsanlar这个dehqonlarga qarata kichik summada nima bor ekan贷款呢 pul qarz berib turish bunaqa kasbi bor ekan，那你们可以打听一下，surishtirib baqsanglar bo'ladi。打听一下deganimiz surishtirib baqgani u kim u？你去打听一下他是谁。surishtirib baqgani bu ish你去打听一下这件事情结果怎么样了？打听。好，那么在这个地方有一个很重要的信息啊，你看啊，很多人他害怕创业。nurg'un odamlar nimadan qo'rqaydi ekan desak-chi,就是说 igilik tiklashdan qo'rqaydi ekan, o'zi bir ish qilishdan qo'rqaydi. Nemishqa qo'rqaydi desak,怕失败, mag'lub bo'lishdan qo'rqaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dasmi yo'q, pul yo'q, men bu ishlarni qilganga deydi. 那么现在这个地方说有一个小额贷款业务，也许你去拿了贷款，那你去办这件事情，你也许能办好。所以呢，我们应该怎么样啊？要相信自己啊！像这个成功，你们uchun odam muvaffaqiyat qozona oladi, nemishqa sizlar muvaffaqiyat qozonmaysiz？你应该想想原因，有没有你自己的原因？很多人胆小怕事，然后就是说自己那个没钱，这个没钱。现在啊，nima oson bo'ladi, pul tepish oson bo'ladi。你就算不去银行贷款，其实有很多地方都可以贷款啊，小额贷款。那最好的肯定就是农民这个小额贷款，肯定它的利息也会很低啊。这些都是惠民政策。Әлгіннәп yetkiziyotgan siyosatlar. Muşulardan faydalanıp özümüzdeki turmuşumuzu texmo güllendireyli. 只要你有这个想法，你敢去做，努力去做，没有什么做不到的事情啊。所以要相信自己，要相信自己。然后，还有没有什么不会的地方？还有没有什么不会的地方？我们再捋一下啊。Anlasam deganini deymiz, 听说什么什么什么什么 deymiz. Alaydan manda qilg'ili keldik desak, 就特地来什么什么啊，特地来什么什么 deymiz. Bu qilishga tegishli bo'lgan ishimiz desak, 应该的啊，应该的 deymiz. Andan keyin u qandaqroq odam desak, 人怎么样？怎么样人 demaymiz. 人怎么样 deymiz. 谁谁谁人怎么样？谁谁谁人怎么样deb so'raymiz. Andan keyin keyin qandaq planlaringlar bor desak, 以后有什么打算？以后有什么打算 deb so'raymiz. Andan keyin palonchiga o'xshash desak, 像什么什么一样 desak bo'ladi. 像什么什么一样 deymiz. Sinab baqsangiz bo'ladi, sinab ko'rib beqing degan shu ko'rash看 deymiz go, sinab ko'rib beqing desak, 试试看 deymiz. 试试看 deymiz. Andan keyin 这个 surishtirib beqing deganni 打听一下啊，打听一下 deymiz. 好，那接下来呢，跟老师一起来读一下。
听说阿兹古丽要结婚了，恭喜你们呀！听说阿兹古丽要结婚了，恭喜你们呀！谢谢你们特地来祝贺，谢谢你们特地来祝贺，应该的，应该的。你未婚夫是做什么的呀？你未婚夫是做什么的呀？人怎么样？人怎么样？他也是农民，他也是农民，平时做一些小生意，平时做一些小生意，人挺实在，人挺实在，也挺努力，也挺努力。结婚以后你们都有什么打算啊？结婚以后你们都有什么打算呢？目前想的是外出务工，目前想的是外出务工，也想像阿里木一样上班，也想像阿里木一样上班。村里新建的手机装配厂在招聘员工，村里新建的手机装配厂在招聘员工，你们可以去试试看呢，你们可以去试试看呢。太好了，工厂离家不远，上下班也方便。太好了，工厂离家不远，上下班也方便。实小工程创业巴扎快建好了，你们也可以去创业。实小工程创业巴扎快建好了，你们也可以去创业。我们现在没有那么多本钱，我们现在没有那么多本钱。银行有农民小额贷款业务，银行有农民小额贷款业务，你们可以打听一下，你们可以打听一下。好，那内容我们学完了。那今天我们的作业呢，一样啊，把课文背下来，然后呢，互相表演一下是最好的了。然后我们的课就先上到这里，下一期再见。